Har gal medovый qilganimda biznesimni imенно shu medovый bilan boshlangani esimga tushadi. Taxminan 10 yillar bo'ldi. Bolalarim hali kichkina domga yangi ko'chgan paytimiz qo'shnilarimizga iftorlik hayit arafada medovый har xil shirinliklarni kesib chiqarganmiz. 1-2 kun o'tgandan keyin Safiyaxon shunaqa medovый qilib bera olasizmi? Yurishim bor edi, ankun chiqargan medovый shunaqa yoqdi deganlar. Bo'ldi, yoqqan bo'lsa qilib beraman deb shunaqa qilib birin-ketin zakazlar olishni boshlaganman. Eng tez oladigan zakazim ham shu medovый bo'lgan, chunki 1,5 soat oldin ichsam medovıyni tayyor qilib berardim. Bu medovıyni esa qanaqa qilinishini polni yozib qo'yaman. Mana ko'rjlarimiz pishib chiqdi, ishib chiqqanini qarang. Zavarnoy kremni o'tida ko'rsatganim uchun alohida ko'rsatib o'tirmadim. Bu gal medovый ko'rjlarni ozgina propitka qilib oldik. Shunaqa sochni chiqargan lekin ustiga ham kremlarni surib, shunaqa bezatib olib, 2 soat propitatsiya bo'lgandan keyin bemalol xohlasangiz klientingizga berib yuborasiz, xohlasangiz magazinga topshirasiz, xohlasangiz dasturxoningizga tortasiz. Siz ham o'z biznesingizni boshlash uchun profilimizda 70 ga yaqin zakazga ishlaydigan retseptlarimiz bor.